O'tgan videoda depozitni qanaqa qilib to'ldirish haqida gaplashgan edik. Bugun iCloud haqida gaplashamiz. Demak, bizada iCloudga tushgan telefon bor. Birinchi navbatda nima qilamiz? Seriya raqamini, clean lostligini bilishimiz kerak. Birinchi qadamimiz. Demak, FMI off check xizmatidan foydalanamiz. Emailga yoki seriya raqamini ushbu joyga yozib, order yashilli mana bu tugmani bosamiz va historiyalar bo'limida email historyni bosamiz va quyidagi holatda natijalar keladi. Deylik, bizda mana shu holatda off, ya'ni iCloud yo'q degan ma'noda keldi. Agar iCloud bo'lib clean bo'lsa, hop, men sizlarga ko'rsatib beray shu joyini. Hop, mana iCloud bor, clean. Mana bu ko'z ustiga bossanglar, bu ko'rish degan ma'noda bu yerda order raqaminglar va seriya raqami bu keladi va kodda o'sha ma'lumotlar bo'ladi. Deylik, iPhone 11 iCloud bor, toza holatda. Keyingi qadam nima bo'ladi? Buni kopiya oldim. Keyingi qadam order now ustiga bosamiz. Endi G6 bu yerda mana G6 H yozuvida bo'ladi. G6 degan ma'noda bo'ladi. U hamma biladi, o'sha o'rgatishim shart emas unisini. Va bizga sort by case check kerak bo'ladi. Full G6 ham olsanglar bo'ladi. Bizga asosan shu kerak bo'ladi. Va kerakli kredit bu yerda mavjud bo'lsa, ahamiyat ber, kreditingiz bo'lmasa, ya'ni pul qo'ymagan bo'lsanglar foydalana olmaysizlar. Ushbu seriya raqamini kiritib, mana bu yashil tugmani bosamiz va bizga qanaqa ko'rinishda javob keladi. Bu yerda hammasi yozilingan, hammasini o'qib chiqinglar. Keyingi qadam bizga mana bu yerda javobi keldi deylik. Bu G6 ma'lumot. Mana ko'rayotganinglarda G6 ma'lumotlari. Ko'z ustiga bosadigan bo'lsak, mana shu holatda iPhone 14 Pro Max, mana bu solti, ya'ni shu magazini, bu yerda versiyalari regionlari hammasi ko'rsatilgan bo'ladi. Demak, Niderlandiya. Xo'p, bunaqa holatda qanaqa qilamiz? Endi ushbu ma'lumotni kopiya olamiz. Case ham yo'q. Kopiya olamiz. Endi bizaniki Yevropaga, Niderlandiya Yevropaniki. Endi biza Yevropa iCloud remove. Keyingi qadamimiz remove. Hozir yo'q, bizga Rossiya, Qozog'iston emas. Mana o'rtoqlar Yevropa. Xo'p, bizani modelimiz 14 seriya. Bu 14 seriyaga iPhone hammasi kiradi. 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 o'zi, 14 Pro Max. Full G6 mana bu joyga joylaymiz. Va joyladik. Buning ichidan emailkasini kopiya olib, emailkasini tashlaymiz. Emailkasini tashlaganimizdan keyin mana bu yerda 0 paydo bo'ldi. Demak, emailga to'g'ri. Ana undan keyin bu yerda yashilni bosaveramiz. Albatta, sizlarda kredit bo'lishi kerak. Bu yerda bizga aytib qo'yibdi, 1 oy vaqt ichida bo'ladi. Bajarilish foizi 99%. Va buyurtma berganingizlardan keyin mana bu yerda historiyada bemalol ko'rasizlar. Shu jarayonni, protsessini, agar mana shu ko'rinishda proses bo'ladigan bo'lsa, demak bu jarayonda. Agar rejected bo'lsa, mana shu qizilda bo'lsa, demak bu rad etilgan. Agar mana done bo'lsa, demak bajarilgan holat degani. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Keyingi videomizda bad case haqida gaplashamiz.